Juda ham muhim o'yin edi. Primoy konkurentimiz Beshiktosh. Ular ham anchadan beri yutqazmadi, biz ham anchadan beri yutqazmadik. Bu o'yin 3 ochkomiz, to'g'ri aytdingiz, 6 ochkolik o'yin edi. Bu o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. O'yin qiyin bo'ldi. Lekin ularda ham bizda ham momentlar bo'ldi. Shunaqa moment bo'ldi. Biz o'yinda o'ldirishimiz kerak edi. Gol urib. Bu narsani qila olmadik, lekin shunga qaramasdan 2-1 yutqazib turgan paytimiz, 2-2 bo'lgan payti, menimcha hech bo'lmasa o'sha natijani saqlab qolishimiz kerak edi. Chunki durang bo'lsa, unaqa katta narsa yo'qotilmasdi. Lekin hozir 3 ochkoni yo'qotganimiz baribir qimmatga tushishi mumkin. Men desam bo'ladi. Alamli mag'lubiyat. Hamma 7 ochko. Lekin baribir endi futbol bu. Futbol tushunib bo'lmaydi. Bir xil payt shuncha moment qilsangiz ham ura olmay yutqazib ketasiz. Ular bitta moment urib ketishi mumkin. Nima qilamiz? Ertaga trenirovkani qilib oldinga davom ettiramiz. Zaminada bo'lgandan ko'ra Ukrainada bo'lgan yaxshiroq. Lekin o'yinga baribir ancha o'rganib qoldim. O'zimni yaxshi his qilishni boshladim. Uje inshaalloh ishga tayyor turdim, lekin ishtanga tegib qoldi. Gol bo'lishini xohlardim. Menimcha keyingi o'yin Xudo xohlasa. Umuman bitta to'g'risini aytaman, ko'rmay qoldim, lekin Eldor akaning aytishi bo'yicha qo'liga tegdi. Birinchi taymda ham Selke bilan pas o'ynagan paytimiz himoyachini qo'liga 100% tegdi. Bunga aminman. Lekin bilmadim. Hakamlar bermadi.